Mana bugun biz Toshkent tumani Ko'kterak avtodrom ko'chaga keldik. O'sha molxonamizni savdoga qo'yamiz. Fasad qismi 38 metr ekan. Uloviga tushgan joy. Molxonamiz bunaqasiga 38 metr, bunaqasiga 40 metr ekan. O'sha bu joyimiz 8 sotu, 2 sotu zahmati bilan o'sha 10 sotu bo'ldi. Mana xudo xolis molxonamizga ham kirib oldik. Bitta akamiz ot boqa keldi. O'tki o'pshi 60 ta molga ot boylasa bo'lar ekan. Bu yoqtaramizda ikkita xonamiz bor. Bu yerda yashash xona bor. Xolisinglar oshxona hammom tualetga ham joy qilingan. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana oqlar bilan tayyor qilingan. Joyimizdan sotiga 8 sotu, 2 sotu zahvat bilan o'sha 10 sotu bo'lyapti. Bu yerda ikkita xona, oshxona, hammom tualetga joy qilingan. O'sha 60 ta mol ot boylasanglar bo'ladi. Bu molxonamizning narxini 85 ming deymiz. Yana tepasiga baraka qiladigan joyi bor. Mana shunaqa tirikchilik qilaman, mol boqaman deganlarga yuborib qo'yinglar.